Ko'pchilik hali ham Kia Sportage avtomobilimizning yangilangan versiyasini eski versiyasidan farqlay olmayapti. Hozir sizlarga yangilangan versiyasining qaysi qismlari o'zgartirilganligini ko'rsatib aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi o'zgargan, ko'zga tashlanib turadigan jihati mana bu panjaralar o'zgargan va oldi chiroqlarda dizayni anchagina o'zgartirilgan. Keyingi o'zgarish balon diskalarida. Balon diskamiz 100% o'zgartirilgan. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa chirog'imizning ichki dizayni o'zgartirilgan. Avtomobilimiz orqa bamper dizayni ham o'zgartirilgan. Avtomobilimizning tashqi tomonidan o'zgartirilgan asosiy detal qismlari mana shulardan iborat. Kia Sportage avtomobilimizning yangilangan versiyasini Kia Sirdaryoga tashrif buyurib, rassrochkaga 40% boshlang'ich to'lov bilan 12 oyga, 50% boshlang'ich to'lov bilan 15 oyga, 60% boshlang'ich to'lov bilan 22 oyga muddat to'lovga hech qanday foizlarsiz rassrochkaga xarid qilishingiz mumkin. Kia Sirdaryoda sizlarni kutib qolamiz. To'liq ma'lumot uchun quyidagi raqamga murojaat qiling.